o'z loyiha ishimda birinchi sinov hikoyasini chizdim. Mening birinchi suratimda Shahnozaning otasi va onasi Shahnoza yerni, sayyoralarni ko'rib turganini chizdim. Ikkinchi suratda esa Shahnoza bosh bulutxonasiga kirib qizil tugmachani bosayotganini chizdim. Uchinchi suratimda men yerdan qora kit burjiga uchayotgan kemani chizdim. Barakallah. Eng oxirgisida esa men fazogir rasmini chizdim. O'zi birinchi fazogir kim edi? Yuriy Gagarin. Yuriy Gagarin. Barakallah. Siz fazogir bo'lishni xohlaysizmi, Orzugul? Ha, nima uchun? Chunki u yer ko'rmagan joylaringni ko'rasan. Qayerni ko'rasiz asosan? Asosan sayyoralarni. Sayyoralar. Qaysi sayyoraga borishni xohlardingiz? Mars. Mars. Barakallah. Xo'sh, Shahnozalarning oilasi yerdan boshqa sayyoraga nima uchun uchishdi? Chunki yerda hayot tugab qolsa, sayyoralardan qaysi birida yashashni bilish uchun. Yashash mumkinligini bilish uchun. Barakallah. Shahnoza baxtlimidi? Savol. Yo'q, u otasidan savol berdi. Men nima uchun bu yerda yurishim kerak? Men ham maktabga. Nimani xohlardi u? U do'stlari bilan maktabga borishni xohlardi. Bolalar bilan o'ynashni xohlardi. Sizningcha siz baxtlimisiz? Ha, chunki bu Shahnozada yo'q imkoniyatlar bizda bor. Demak, yon atrofimizda shunaqa bolalar borki, maktabga borishni, do'stlari bilan o'ynashni, bilim olishni, do'stlar bilan birgalikda bilim olishni xohlashadi. Ana shunday o'sha tasavvurimizdagi Shahnozalar hayotimizda ham yo'q emas. Barakallah qizim, juda ham chiroyli chiqibdi loyiha ishingiz. Keyingi darslarda yana loyiha ishingizni davom ettirasiz degan umiddaman. Yana nimalarni chizardingiz? Vaqtingiz bo'lsa. Vaqtim bo'lsa, suv, fazo, tabiatni chizgan. Fazoni ham chizgan. Rahmat loyiha ishingiz uchun.